Qadrli kuzatuvchilar, safarimiz davom etmoqda. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani Chiyali mahallasida turibmiz. Bu yerda yosh tadbirkor fermer akamiz Muhammad Ali aka bilan birgalikda turibmiz. Muhammad Ali aka, assalomu alaykum. Muhammad Ali aka ancha yillik tajribaga ega yosh dehqon fermer hisoblanadilar. Jami 150 gektar dala maydonida ekinlarni tomchilab sug'orish va yomg'irlab sug'orish orqali yetishtiradilar. Muhammad Ali aka, o'z haqingizda ozgina ma'lumot bersangiz. Biza yangi dehqonmiz, 4 yillik o'sha tajribamiz bor. Tashkil topganiga fermerchiligimizda 4 yil bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yoqlarni bir olib o'tsangiz, cho'lli zona hisoblanadi. Ko'kdalani, ya'ni to'laqonli cho'l emas, lekin suv chiqishi qiyin. Ariqdan suv kelmaydi bu yoqqa. O'sha Turboplast kompaniyasini tomchilatgich va yomg'irlatgich suv uskunalaridan foydalangan holda 80 gektar maydonni suvli qilganmiz, xudo xolasa. O'sha 80 gektar maydonga suv bilan sug'oradigan ekinlarni ekib kelamiz. Makka jo'xori, bug'doy, keyin tarvuz, poliz ekinlari, pomidor, bodring va barcha turdagi dehqonchiliklarda ekib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda. Muhammad Ali aka, mana shu hovuzingiz hozir nechiga qilib qazilgan? Hozir taxminan bu 50 metrga enlikda, 2 metr chuqurlikda edi. 800 tonna atrofida suv qo'yib qo'yamiz buni ichiga. Taxminan 800 tonna atrofida. Endi to'liq hisoblab chiqmaganmiz, lekin shunaqa atrofida suv qo'yamiz biz. To'ldirmaymiz. Kamroq turadi. Bir ochganda dala maydoningizda necha gektarga suv ochasiz bu ushbu hovuzdan? Bu ichiga motor qo'yganimizga bog'liq. Kattaroq motor qo'ysak, kattaroq maydonni sug'oramiz. Hozirgi kunda 2 gektargacha maydonni sug'oramiz bir sug'orishda. Bir sug'organda 2 gektarga sug'oradigan motor qo'ygansiz. Shunaqa aka. Tushunarli. Muhammad Ali aka, birma-bir hozir ekinlaringizni ko'rsatib chiqasizmi? Qanaqa ekinlar, necha sxemada ekilgan? Bo'ldi. Hammasini birga ko'rsatib chiqamiz. Ko'kdala tumani o'zining tarvuz yetishtirish bo'yicha juda mashhur hisoblanadi. Muhammad Ali aka, bu yerda necha gektarga tarvuz ekkansiz va tarvuzni qaysi navdan ekkansiz? Xo'p, biz o'sha Holler, Kariston, Dolbi navli tarvuzlarimizni ekkanmiz. Umumiy hisobda 8 gektar maydonga tarvuz ekkanmiz. 8 gektar. O'sha bo'lib etap-etap ekkanmiz. Sug'orishni tomchilab sug'orish orqali. Mana tomchilatib sug'orish orqali. Keyin bu yoqqa makka jo'xori ekkanmiz. Hozir bu makka jo'xorini ham to'liq tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu tomchilab sug'orishingizga 1 gektar maydoniga bunga ham 1 gektaringizga 5000 metr tomchilab sug'orish lentasi ishlatiladi. Shundaymi? Shunday. 1 gektar yeringiz uchun qancha xarajat qilyapsiz hozirda aka? Tomchilab sug'orish uchun. Oldin birinchi yil qancha xarajat qildingiz, ikkinchi va uchinchi yilda qancha xarajat qilyapsiz? Tomchilab sug'orishga men o'zini hisoblamaganmiz, lekin tarvuzga 1 gektarga 40-50 million atrofida erta pishish tarvuzga xarajat qilamiz. Tarvuzni o'ziga. Tarvuzni o'ziga. Tomchilab sug'orishsiz. O'shani o'ziga. Lekin uni ichiga tomchilab sug'orish nimalari ham kirib ketadi. Mana bu nima deydi? Shlanka deysizmi, kran deysizmi, lenta deysizmi, hammasi kirib ketib qoladi. Salafan deysizmi? Xo'p, bizda keyingi ekin tomchilab sug'orish orqali yetishtirayotgan makka. Shunaqa aka. Xo'p, buni asosan chorvachilik uchun yetishtiryapsiz. Chorvachilik, o'sha silosga va don uchun. Silos va don uchun. Necha gektarga ekkansiz option? Hozirgi kunda 5 gektardan 5 ta joyga 25 gektar atrofida ekkanmiz. Keyingi o'sha ikkinchi ekim, ya'ni bug'doydan keyingi ekim uchun ham yana 25 gektar maydon taxlab qo'yibmiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, Muhammad Ali aka, men tomchilab sug'orish orqali makkani sug'orish qanday kechyapti sizda? Qulaylik taraflari, minus tomonlari bormi? Xo'p, bu tomchilatib sug'orish jarayoni juda ham nima deydi, aqlli o'ylab topilgan narsa ekan, juda ham bir aql bilan o'ylab topilgan narsa ekan. Bunda biz ishchi kuchi tejamkorlik bo'ladi. Birinchi o'rinda suv tejab qolinadi. Vaqtingiz, tok ham tejaladi. Keyin o'sha zaxlash jarayonida ana oqavor suv bo'lsa, hamma joy bir xil zaxlamaydi. Ya'ni tez oqib ketadigan joylar bo'ladi, sekin oqadigan joylar bo'ladi. Sekin oqadigan joylarda zaxlash yaxshi bo'ladi, tez oqadigan joylarda ariqcha hosil qilib zaxlash qiyin bo'ladi. Lekin tomchilatgichda esa zaxlash jarayoni mana ko'rsatib o'tsangiz, juda ham chiroyli o'tgan. Bir me'yorida zaxlaydi. Keyin ozuqa berish jarayonida ham o'sha traktorda yoki qo'lda sepib chiqardik, misol uchunda. Lekin bunda o'sha eritma hosil qilib, o'zim bitta dori-darmon uchun, o'g'itlar uchun bitta kichkina yamacha qilib turib, undan keyin o'sha yama orqali kapilnidan uzatib yuboramiz. Bu ham juda oson. Bu ham qo'l mehnatidan voz endi hozir o'sha dehqonlar uchun, fermerlar uchun zamon rivojlanib boryapti. Xudo xolasa so'z pinzani ham mana dron bilan bermoqchimiz. Nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. Keyingi ekin turi bu g'alla hisoblanadi. Muhammad Ali aka, bu yerda necha gektar g'alla va qanday sug'orish tizimini qo'llagansiz? Xo'p, biz bu yoqda 12 gektar maydonga bug'doy ekkanmiz. O'sha mana ko'rib turganingizdek, kapilni ishlang, Turboplast kompaniyasini kapilni ishlanglari bilan sug'oryapmiz. Bug'doyimiz o'sishi yaxshi.
Faqat o'sha bahoriy kunda o'zimiz ekkilarimiz ko'payib ketib qolgan sababli sal suvni kam berganmiz. Ha, ha. O'shanga sal och bo'lib qolgan. Rangi osmonlar bo'lib qolibdi-da. Yo'q, ichi dona och bo'lib qoladi, dona. Semiz bo'lmaydi-da, ariq bo'lib qoladi. Aha. Mana shunaqa bo'lib turibdi. Bug'doylarimiz qolganlari yaxshi o'sha donga kiyguncha o'sishlari, jarayonlari zo'r bo'ldi. O'sha sug'orish yaxshi bo'lgani uchun. Qadrli kuzatuvchilar, shu bilan Xudo xolasa Qashqadaryodagi tashrifimiz buguncha yakunlandi. Nasib bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqarli videolarni o'tkazib bermaslik uchun sahifalarimizga obuna bo'lib turing. Xo'p, bizning Instagram sahifamiz ham Tarvuzchi dehqon sahifasi ostida kuzatib boraverasizlar. Ma'lumotlar berib boramiz. Muhammad Ali akani o'zlarining Instagram sahifalari bor. Qariyb 9000 ga yaqin obunachilari bor. Ushbu kishini ham sahifalariga obuna bo'lib, foydali ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi.